Chetga chiqolmayotgan aliment to'lovchilar diqqatiga. Tasavvur qiling, siz har oy alimentni o'z vaqtida to'lab borasiz va qarzdorligingiz mavjud emas. Lekin bir kun chet elga chiqmoqchi bo'lganingizda sizni aeroportda chet elga chiqish bo'yicha taqiq borligini eslatishadi va siz chet elga chiqolmaysiz. Agarda buni oldindan bilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni sizni chet elga chiqish bo'yicha taqiq bormi yoki yo'qmi, bu haqida bilmoqchi bo'lsangiz, yuqorida havola qoldiramiz. Ayni o'sha yerdan kirib, chet elga chiqish taqiqini tekshirib olsangiz bo'ladi. Xo'sh, endi savolga qaytamiz. Siz alimentni o'z vaqtida to'layapsiz, qarzdorligingiz mavjud emas, lekin chet elga chiqishga taqiq bor. Bu qonuniymi? O'zbekiston Respublikasining sud va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 42.1-moddasi bor. Unda aniq javoblar mavjud. Qachonki sizga chet elga chiqish taqiqi qo'yiladi? Agarda siz qarzdorlikni, ya'ni ijro hujjatlarini o'z vaqtida bajarmasangiz va ijro hujjatlari bo'yicha qarzdorligingiz mavjud bo'lsa, eslatib o'tamiz, yana takrorlaymiz. Ikki holat. Qarzdorligingiz mavjud bo'lsa va o'z vaqtida to'lamasangiz. Agarda mana shu holatlar mavjud bo'lsa, sizga chet elga chiqish taqiqi qo'yiladi. Aksincha bo'lsa-chi, ya'ni siz ijro hujjatlari bo'yicha alimentni o'z vaqtida to'laysiz va qarzdorligingiz mavjud emas. Shu holatda ham sizga chet elga chiqish taqiqi qo'yiladimi? Yo'q. Bunday qaror noqonuniy hisoblanadi. Agarda sizga ham chet elga chiqish taqiqi qo'yilgan bo'lsa va yuqoridagi holat bo'yicha siz o'z vaqtida to'layapsiz, qarzdorligingiz mavjud bo'lmasa, bu noqonuniy hisoblanadi. Bunday holatda nima qilish kerak? Siz avvalambor mazkur qarorni, ya'ni chet elga chiqishni taqiqlovchi qarorni topasiz va ikkinchidan sud organi, ya'ni ma'muriy sud organlariga murojaat qilib, davlat ijrochisining chiqargan qarorini bekor qilishni so'raysiz. Agarda sizga yordam kerak bo'lganda, ya'ni arizalarni tayyorlashda qanaqadir huquqiy yordam kerak bo'lganda yoki maslahat beradigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga arizalarni ham tayyorlab beramiz va maslahatlar berishimiz mumkin. O'zingizni himoya qilishdan qo'rqmang. Huquqlaringizni biz bilan bilib boring va bu sizning eng katta qurolingiz bo'lishi mumkin. Sizga yordam beradiganlar qatorida bo'ling. Kanalimizga obuna bo'ling va izohlarda o'z fikrlaringizni va savollaringizni yozib qoldirishni unutmang.